Ronaldinho yo'kida David Beckham tanlovi kelganda, David Beckham tanlangan Real Madrid uchun buni bilamiz. Lekin Manchester Unitedda o'ynab yurgan vaqtlaridan keyin u Old Traffordga yana qaytdi. Faqat Old Traffordda u Manchester United libosida emas, endi Milan libosida edi. Bugungi tun boshqacha edi. Hammani e'tiborini tortadigan va u uchun ozgina g'alati. Lekin shu joyda bir e'tibor tortildi. Hech kim hech qanaqa hushtak chalmadi, hech kim uni so'kmadi. Hamma o'rnidan turib bu futbolchini olqishlashga o'tdi. David Beckham Real Madriddagi eng zo'r o'yinchilardan biri, eng stilli o'yinchilardan biri, Barselonaga o'tishni xohlamagan o'yinchilardan biri va undan tashqari Manchester Unitedda ham eng zo'r davrlarni o'tkazgan futbolchi hisoblanadi. Bilan juda ham mahoratli o'yinchi, zarbalarni juda ham kuchli yo'llaydi. Har bir zarbasi deyarli golga aylanadigan va aqlli futbol o'ynaydigan futbolchilardan biri edi.